yoqtiradiganlarni men ham yoqtiraman. Bilasizmi nimaga? Chunki ularda did kuchli. Did tushuntira oldimmi? Qalam yozyapti. Ruchka yozyapti. Lekin u hali ham yozmayapti. Mani do'stlarim, mani faxrim. Faxrlanaman shunaqa do'stlarim borligidan. Sevgan qizingizni tanlash imkoniyati berilsa, qanaqa mashina olarsiz? Dardsiz bo'lmas uchun muhabbat, baxtsiz bo'lmas uchun muhabbat. Sevib hazil qiling mayli, hazillashib sevmang faqat. Men bosgan qadamni bosib o't degan gapni yig'ishtiring. Har kimda o'ziga yarasha dardi va hayoti bor. Muammo faqat sizda emas. Tushuntira oldimmi? Qaranlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Kecha sevgan qizim telefon qiluvdi. Omodim xafani yo'qoldi. Yuravering o'sha qanjalaringiz bilan dedi. Men bilmadim lekin o'rtoqlarim qanjirligini. Kelib do'stlaringiz orqangizdan pichoq qartding. Asamani xiyonating bilan pichoq so'yding-a? Seni sevaman-u. Menga sendan boshqasi kerak emas. Deyishim uchun arziydigan odam yo'q-da.